Assalomu alaykum. Bugungi videorolikimizda televizorimizga sbros berishni ko'rib chiqamiz. Nima uchun sbros berish kerak? Televizoringiz qotib ishlayotgan bo'lsa yoki bir ilovaga kirib chiqib ketayotgan bo'lsa, misol YouTube'ga kirib chiqib ketayotgan bo'lsa, televizorimizga sbros bersak, bunday muammolar yo'qolib ketadi. Men hozir Artel televizordan foydalanib turibman. Sbros berishimiz uchun Nastroyka bo'limiga kiramiz va pastga tushamiz. Eng pastda bunda mana menyuni qayta o'rnatish deb chiqib turibdi. Ko'p televizorlarda sbros deb chiqib turadi yoki qurilmani qayta ishga tushirish deb chiqib turadi. Shu bo'limiga kirib, OK tugmachasini bosamiz. Va bizni ogohlantiradi. Qurilmada o'rnatilgan ilovalar yoki boshqa nimalar o'chib ketadi. Shunga ruxsat berasizmi deb chiqib turibdi ekranda. OK tugmachasini bosamiz. Va ko'p televizorlarda bosganingizdan keyin avtomatik sbros beradi. Ko'p televizorlarda 4 raqamli kod so'raydi. Bu kod 1 dan 4 gacha bo'lishi mumkin yoki 4 ta 1 bo'lishi mumkin yoki 4 dan 0 bo'lishi mumkin. Shu kodlarni terasiz va OK tugmachasini bosasiz. Televizoringiz sbros bo'ladi. Bir yonib o'chadi televizor va hamma ilovalar o'z joyiga qaytadi. Televizoringiz yangiday bo'ladi. Qotib ishlashi va ilovaga kirib chiqib ketayotgan bo'lsa, barchasi yo'qoladi. Hozirda ko'pchilikni qiynab kelayotgan YouTube'ga kirgan paytingiz internetga ulanmagansiz deb chiqib turadi. Bunday holatlar ko'pincha Smart TV boxlarda uchraydi. Qaraysiz, televizoringiz Wi-Fi ga ulangan, lekin siz YouTube'ga kirgan paytingiz internet yo'q, ya'ni Wi-Fi ga ulanmagansiz deb chiqib turadi. Hozir shuning yechimini ham ko'rib chiqamiz. Buning uchun siz televizoringizning nastroyka bo'limiga kirasiz va nastroyka bo'limida data время deb yozib qo'ygan bo'limi bor. Shu yerga kirib, u yerdan soatni to'g'rilaysiz va yilni to'g'rilab saqlanib qilib qo'yasiz va keyin YouTube'ga kirasiz va internetga ulanmagansiz degan yozuv yo'qolib ketadi. Bemalol nimani xohlasangiz shuni ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Agar sizga ITV xizmati kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Buning uchun siz Play Marketdan ITV ilovasini o'rnatib olishingiz kerak bo'ladi. Iltimos, ITV haqida savollarni kommentariyada yozmang. YouTube qoidalariga ko'ra ayrim mavzularni izohlarda muhokama qilish mumkin emas. Shuning uchun bunday izohlarni o'chirishga majbur bo'laman. Savollar uchun Telegramga yozishingiz mumkin. Telegramda izlash bo'limiga Og'abek TV deb qidirsangiz kanal chiqadi. Shu orqali bog'lanishingiz mumkin bo'ladi.